Berdiyev. Bosh hakam To'rabek Suyunov, unga qanotlarda Mahmud Turdiyev va Sardor Murzoqov yordam beryapti. Hakamlar nazoratchisi Baxtiyor Nomozov. Yaxshi hujum Timur Mavsidiqov o'tkazib berdi, darvozabon ko'nmadi. Hali ham imkoniyat bor. Shortdan ikkinchi urinishda esa Saidxonovning zarbasi. Oradan uzatma, darvozabon. Niyatda zo'r kombinatsiya Shortdan vakillaridan o'ta olmadi. Yaxshi zarba ko'ramizmi? Hozircha yo'q. Balki mendidir. Mana o'sha zarba Doniyor Narzullayev o'z omadi sinab. O'rtanda yaxshi vaziyat bo'ladi. Pas berish kerak. Sharipov zarba yo'lladi. Himoyachiga tegdi. Xo'sh, Shortdan to'pni yo'qotdi. Endi mashal oldinga o'tyapti. Sariq. Yuqorilik uchun vakil yutib chiqdi. Abdurayimov xavfli to'pni yo'qotdi. Mannonov. Jo'rabek Mannonovga Anvar Berdiyev nazarimda hujumga Asror Aliqulov. Aliqulov sal ehtiyot bo'lish kerak bunday harakatlardan. Yurish qilyapti mashal. Shu yerdan zarba.